Yozgi kanikulni ochiq deb e'lon qilamiz va bolalarimizni sevimli sushkasini o'zimiz uyda tayyorlaymiz. Iliq suv, tuz, dro'ji, un, yog', un solib, qo'lga yopishmaydigan yumshoq xamir qoramiz va uni oshirishga yuboramiz. Jazirama issiqda bir pasda oshib ketgan xamirlarimizni ikkiga bo'lib olib, birinchisini yoyib, krem soladigan nasatkada teshib olamiz. O'rta qismini ajratib, diskga terib, xohishga ko'ra ustidan tuz sepib, baland olovda pishirib olamiz. Xamirimizni ham yoyamiz, ustidan ketchup surib, xohishga ko'ra sedani sepib, xuddi shunaqa shaklda kesib olamiz. Yana bitta xamirimiz bo'lsa, xuddi shunaqa qilib o'rab olamiz. Uni ham ustidan ketchup surib, xohishga ko'ra sedani sepib, baland olovda pishirib olamiz. Bir-biridan mazali, kumur-kumur snakelarimiz, ya'ni sushkalarimiz tayyor. Bolalarga tayyorlab beringlar, maza qilib yeb olishadi.